Assalomu alaykum Mengules. Bugünküdek hayat mamatliq xalqlıq vaqtlarda kimligimizni saqlab qolish uchun men to'xtamay izinib har turli mazmunlarni ko'pchilikka sunaman. Bugungi mazmun farzandlarimizga nimalarni o'rgatishimiz kerak. Birinchi, suyumlik Uyg'ur tilimizni o'rgatishimiz kerak. Albatta, til bir millat mavjudligidagi aqalliy shartdir. Bizning tilimiz bizning kimligimiz. Shunga ona tilimizni farzandlarga cho'qim o'rgatishimiz hamda keng tashviqot qilishimiz kerak. Bu jihatda elektronlik asboblardan burun cho'qim qog'oz nusxasidagi kitoblarni tunishtirishimiz hamda qo'lni ishlatib qalam bilan qog'ozlarga xat yozishni o'rgatishimiz kerak. Albatta buning ko'zi asrash, qo'lni aktivlik bilan ishlatish va elektronlik asboblarga ko'nib qilishdan oldin olishda yordami bo'ladi. Ikkinchi, mehr muhabbatni o'rgatishimiz kerak. Mehr muhabbat nafratni yo'qotadi, xafliqni azaytadi, ixtilofning oldini oladi. Aile munosabatini yaqinlashtirib, mehrni mustahkamlab, o'zaro aloqani kuchaytiradi. Uchinchi, ota-onani suyishni, hurmatlashni, asrashni va holidan xabar olishni o'rgatishimiz kerak. Bu hargizmi men boqqanniki meni beqish kerak deganlik emas. Biz farzandlarni yaxshi boqib, ulgu bo'lib, ularga bizni suyishni, asrashni va holimizni xabar olishni o'rgatsak, ularmi bolalarga o'rgatadi. Buninglik bilan suyumlik bolalarimizning kelgusida farzandlari tarafidan yaxshi beqilishiga, asrashiga kapolatli qilg'ili bo'ladi. Hamda bu go'zal axloq avloddan avlodga qilib, millatimizga cho'nqur singadi. To'rtinchi, oilaning haqiqiyligi, muhimligini bildirib, oilaga sodiq bo'lishni o'rgatishimiz kerak. Birdan-bir haqiqiy asqatligini, haqiqiy yorlik bo'ldig'ini faqat va faqatla oila. Do'st yaranlarmi mavjud albatta. Ammo esimizda bo'lsinki, har qanday yaqin, sodiq do'stmi vaqti kelsa o'zining oilasini tanlaydi. Buni cho'qim farzandlarga bildirishimiz, oilani oldingi qatorga qo'yishni o'rgatishimiz kerak. 5. Islom dinimizni tunutib, e'tiqodli bo'lishni, halol va haromni va ularni farqlantirishni o'rgatishimiz kerak. Muqaddas dinimizning asl axloq jihatdagi, pokiz, halol yemak-ichmak jihatdagi, asl urf-odat jihatdagi e'tiqod va boshqa nurg'un jihatlardagi esilliqi bilan dunyodagi eng umumlashgan dinlarning biri bo'lishi hammalarga ma'lum. Shunga dinimizni farzandlarimizga kichigidan boshlab o'rgatib, ularni jamiyatning nachar iqimiga kirishini saqlab, suyumlik farzandlarimizning jismoniy va ma'naviy jihatdagi bexatarligi kapolat qilg'ili, o'ziga va o'zgaga ziyonkashlik qilishdan saqlang'ili bo'ladi. 6. Esil urf-odatlarimiz va qoida-usullarimizni o'rgatishimiz kerak. Bu orqali farzandlarimizni ma'naviy jihatdan pardozlab va qurollantirib, Uyg'urligimizning namoyandasi bo'lgan esil urf-odat va qoida-usullarimizning avloddan avlodga qilishiga, esil Uyg'ur axloqining cho'nqur sing'ishiga kapolat qilib, kimligimizning saqlanishida muhim rol o'ynaydi. 7. O'zini suyishni, hurmatlashni va asrashni o'rgatishimiz kerak. O'zini suygan boshqalarni suyalaydi. O'zini hurmatlagan boshqalarni hurmatlayoladi. Bu orqali ular o'zini asrashni biladi hamda buninglik bilan o'zaro hurmat shakllanadi. 8. O'zini ma'naviy va jismoniy jihatdan qo'g'dashni o'rgatishimiz kerak. Afsuslarligi jamiyatning qilingan taraflari, xatarlik nachar odamlar, oshkora va yoshirin xirislar hamma yerda bor. Shunga cho'qim farzandlarga har zamon hushyor bo'lishni, xavf-xatar, xiris va xatarlik nachar odamlarni bayqash va farqlantirishni, qattiq diqqat qilishni, shundaqla baloyi ofat yoki xatarlardan qanday qutulishni, alayda yoki xatarlik ahvollarda qanday inkosi bo'lishni, har turli qochish yo'llarini cho'qim o'rgatishimiz kerak. Buning uchun muhim bir misol. Agar farzandlar xatarning ichida qolsa, cho'qim xalqaroliq yordam so'rash signalini o'rgatishimiz kerak. Mana bu "Men xatar ichida, menga yordam qiling" degan ma'noni bildirdi. Bexatarlik mengu birinchi. Bu jihatda qiz-o'g'il demay, qurol ishlatish bilimlari va o'chilik bilimlari va shundaqla har turli o'zni qo'g'dash bilimlari qatorliq mazmunlarni o'rgatishni tavsiya qilaman. Chunki bular xatarlarda, qiyinchiliklarda asqatilgan mazmunlarning biri. Ammo bu sizning erkinligingiz emas, sizning har qanday harakatingizga mas'ul emas. Bu jihatdagi mazmunlarning tafsilotini qonunimdan ko'ring. 9. Sağlam, halal yemeklarni tanlab, pakiz tayyorlab iste'mol qilishni, chiniqib turishni, sağlam turmush odatini o'rgatishimiz kerak. Salomatlik muhim. Buningda eng oldingi o'rin turdig'ini yemak-ichmak. Shunga biz farzandlarni kichigidan boshlab pakiz, halal va sağlam yemeklar bilan oziqlantirishimiz, bozorlardagi pishiqlab ishlangan yemeklarni, kompot, pechene, morojna qatorliq shakarga to'lgan nachar zaharli yemeklarni
Yalğan sütlər, yalğan meyve şərbətlləri və energiya içimlikləri qatarlıq ziyanlıq yemək-içməklərini pərzətlərə tunuşturmasımız kerak. Həmdə bazarlardan yemək-içmək setib olğanda çoxum tərkibində nima barlığını oqub bilishimiz, həmdə pərzətlərinin məhsulot tərkibini oqub bilishini təkidləyishimiz kerak. Pərzətlərimizni yaxşı ozuqlandırıb çoğ qılsaq və şundaqla sağlam ozuqlanish və davamlıq chiniqib turish odatini yetildirsək, sağlam o'sib yetilib, uzun ömür ko'rishga foydaliq. 10. Hayatning qisqa didarning g'animat ekanligini bildirib, bir qatimliq bu qisqa hayotni qadrlashni, urug' tuqqan do'st yaranlar bilan izishib turishni o'rgatishimiz kerak. Hayot qisqa. O'tib ketgan bugun hargizmi qaytib kelmaydi. Farzandlarimizga hayotni qadrlashni o'rgatsak, o'zining va oilaning qadriga yetadigan va qadrlaydigan bo'lib yetiladi. 11. Aq ko'ngil samimiy ammo aqlliq bo'lishni va qo'lidan kelishicha boshqalarga yordam qilishni o'rgatishimiz kerak. Aq ko'ngillik yurakni yashnatadi, ammo ziyoda aq ko'ngillik sodliqni keltirib chiqardi. Shunga cho'qim aqlliq bo'lishni, rost va yolg'onni farqlantirish uchun o'ylanib ish ko'rishni o'rgatishimiz kerak. Bu orqali yordam qildim deb avorchiqlarga yo'liqib qilishning yoki boshqalar tarafidan oldim qilishning oldini olg'ili bo'ladi. 12. Boshqalarning yordamiga erishganda samimiy minnatdor bo'lishni va erishgan yordamlarni unutib qolmaslikni o'rgatishimiz kerak. Bu orqali yordamlar o'zaro bo'lib, farzandlarimizning ijtimoiy aloqasiga yordami bo'lib qolmay, minnatdorlik tuyg'usi ko'ngliga da'vo bo'la oladi. 13. Kamtar bo'lib boshqalarni hurmatlashni o'rgatishimiz kerak. Kamtarlik boshqalarda isli obrazni turg'iza oladi. Farzandlarimiz kamtar bo'lib yetilsa, ularning ijtimoiy aloqasiga nihoyat yordami bo'ladi. 14. Dunyoning qayerda bo'lsin, kindi qini tugilgan ona yurtini unutmaslikni o'rgatishimiz kerak. Agar farzandlar boshqa davlatlarda to'lgan bo'lsa, ota-onasining hamda ajdodlarining to'lgan yurti va kimligini cho'qim tunishtirishimiz kerak. Azobli bo'lsa-mu, ammo bu intayin muhim tarbiya. 15. Qaysar mardoni bo'lib, mushkulotlarga bosh egmaslikni, umidni yo'qotmaslikni o'rgatishimiz kerak. Bular farzandlarimizning qiyinchilikda bosh egmay, davomli olg'a ilgirishiga yordami bo'ladi. 15. To'xtamay yangi bilim uchullarini bilan o'zini puxtalab mengishni o'rgatishimiz kerak. Jamiyat o'zgarib, fan texnikalar yangilib, dunyo mangu taraqqiy qilib mangdi. Orqada qolmaslik uchun cho'qim farzandlarimizga o'zini to'xtamay puxtalab turishni o'rgatishimiz kerak. 16. Tirishib ishlab, kelgusini yaratish bilan birga halol emgakidan huzurlanishni o'rgatishimiz kerak. Jafo dunyodagi eng bitmas xarobdir. Farzandlarimizga cho'qim halol emgakidan huzurlanishni o'rgatishimiz kerak. Bu huzur davomli olg'a ilgilashga, jismoniy va ma'naviy jihatdagi halqiliq energiya bilan ta'minlaydi. 17. Moliya boshqarishni o'rgatishimiz kerak. Farzandlarimizga cho'qim belgilik pul yig'ib saqlashni o'rgatib qolmay, uy yoki chorva qatorliq mol-mulklarni sotib o'rgatishimiz kerak. Tezda o'g'irlanadigan, bankalar tugashsa ta'sir bo'lmaydigan hamda bekrak asqatadigan mulklardir. Uningdan boshqa belgilik mablag' silishni o'rgatishimiz kerak. 18. Har vaqt aloqada bo'lish uchun farzandlarimizga yordam bersak bo'ladi. Ammo har turli ijtimoiy aloqalashish va ko'ngil ichish detallarni bek boldir tunishtirmasligimiz kerak. Boshqalardan bilib qolsa, farzandlarimizning ma'naviy va jismoniy jihatdagi bexatarligi uchun cho'qim nimaligini bilishimiz, tekshirishimiz va cheklashimiz kerak. 19. Farzandlarimizga cho'qim qonun tuzumlarini o'rgatishimiz, huquqlarni o'rgatishimiz va qonun orqali o'zini qo'g'dashni o'rgatishimiz kerak. Hamda biz cho'qim o'rganganlarni keyingi avlodlarga meros qoldirishni o'rgatishimiz kerak. Bu orqali esilligimiz avloddan avlodga qilib, uyg'urligimiz saqlanib mangdi. Albatta, farzandlarimizning maktablarda o'rganilmaydigan yuqorqi mazmunlarni va boshqa nurg'un esil mazmunlarni o'rgatish uchun biz ota-ona bo'lg'uvchilarmi o'zimizni davomli puxtalab mengishimiz kerak. Bilim hargizmi ortiqlik qilmaydi. Suyimli xalqim, bosh egmayli, voz kechmayli, nafas bo'lsa umidning borligiga ishonayli. O'zimizga ishonayli, farzandlarimizga ishonayli. Chidamliq bilan o'zimizni yo'qotib qo'ymay, aksicha asrab turib, barliqimizni farzandlarimizga bag'ishlayli. To'xtab qolmayli. Agar mazmunlarni yoqtirgan bo'lsangiz, qanlimga ergishib oling. Shundaqla ko'pchilikning asl mazmunlarini o'rtaq bahramlash uchun mazmunlarni keng tarqatib qo'yasiz. Ana tilimiz hamma yerda ko'rinsin.